yo'q buni. Shuni borib bismillah deb ishni boshlaydigan. O'ta sonun. Buni shlaka blok, pena blok, pishgan g'ish shu devorlarga yopishtirib shitqataman. 4 ta tsveti bor. Bu tabiiy o'zi tog'ni toshidan o'sha tsvetlarda, o'sha rangda. Bu o'zining original svetidan a? Uni Korey Quyilib o'tganda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum tuğanlar, amansızlarбы? Бүгін число 17 fevral 2025 yıl. Namangan обласы туғандар. Biz Өзбекстандабыз. Namangan обласының Шқырған деген райондабыз. Сіздерге өте бір бизнес қылам деген біздің әкелерге, ағаларға, инелерге, достарға өте пайдалы бір термопанер дегенден шығарушы аппаратын реклама қылып шығарабыз. Адресті да бір айта кетейін. Namangan обласы Ичқорған районы дейді. Бұйырса сіздерге өте жақсы ушул термопанер бойынша ошон чыгаруучу аппаратын реклама кылабыз. Ал эми ошол кандай жасалат, кандай болот, кандай катыйт, сіздерге бүт толук маалыматты ушул жердеги Азиз акабыздан сурап, маалыматты жакшы кылып айтабыз. Номерин сөзсүз ушул экран бетине калтырабыз. Өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп көрүңүздөр. Onu biz çağıra albayız desеңиздер, бул жака келип, ушул үйүнө келип, мисалы 4 күнбү, 5 күнбү, канча күндө үйрөнсөңүздөр, жатаканасы, тамак ашы бардыгы бекер экен туугандар. Мен уже болду, өзүм үйрөндүм, мен кетем десеңиздер, аппаратты сүйлөшүп, содалашып алсаңыздар болот. Азыр биз буйруса бир четтен маалыматты Азиз ака өзү берет. Андықтан бірден лайкты басып қойыңыздар. Ушул биздин Байкеджи YouTube каналга сөз катталыңыздар. Сіздерге буйруса ар дайым ушундай пайдалуу, кызыктуу видеолорду чыгарып турабыз. Өзбекстан бирок погода бизге караганда күн жылуу экен, чындыгында. Бисмилла деп биз баштадык. Бизге буйруса ийгиликти каалап коюңуздар. Бисмилла деп мына ушул жерде жасалат экен бүт бардыгы. Мына туғандар сіздерге бізді азыр мен айтқан сізге термопанер деп мына ушул екен. Бүт светі бар екен. Мына ол өзүнүн пенеплекс негизи. Буну өзүңүздөр жакшы билесиздер бардыңыздар. Мына Азиз акам келип калды. Ассалому алейкум Азиз ака, жакшысызбы? Алейкум ассалам, келиң. Колуңуз жакшыбы? Жакшы жүрөсүздарбы? Тынчсыздарбы? Ден иштериңиздер. Иште баштадыңыздар ака? Иншалла, баштадык мана. Бир чекеде маалыматты берели. Болду. Бизнес кылам дегендерге бул өтө жакшы иш экен да. Кудай хоhlasa, chiroyli holatda yaxshi 3 в 1. Shtkatурка, fasadный nimasi, утеплениясы ichida, hammasi ichida, Xudo xohlasa yaxshi ish bo'ladi. Sira duvalды urib turlar, sirtdan shuni chaptab qo'ysa dag'i o'ta sonim bo'ladi ekan, ha? Bosh shuvoq qilbayli, uvara bo'lboyli. Qumshog'i bo'lboydi, buni nemasi bo'lboydi, bardig'i o'sha утеплениясы ham o'zida. Bardig'i bir бүтөттен, ha? Mına özünün belki qadimgideler Pineplex ekan da, mına o'zi negiz, ha? Bu, hozir sirtga kirib ichkarida ko'ramiz, ishlab chiqarishlarda nimalarini. Bu o'sha Pineplex ustiga o'zimiz materiallardan nima qilib, shu kleylar bilan ishlab chiqariladi. Kim qiziqsa, biznes qılam desеңizdер, өтө сонун ыңгайлуу экен. Өзүңүздөр ушул жерге чейин келип, үйүнө келип, өзүңүздөр көрүп, канча күндө жатып, мисалы 3 күнбү, 4 күнбү келип жатып, тамак ашы бар, жатаканасы бекер экен. Бул агабыз өзү үйрөтүп, мен уже болду, үйрөндүм десеңиздер, ошол аппаратты сиздерге жакшы кылып сүйлөшүп, сиздерге буйруса чогулуп келсеңиздер болот. Иншалла. Аны сектиге кирели, буйруса? Мына ушулар. Неке бул өзүнүн азыркы 3-түк Pineplex. Мыналар мисалы күнгө күйбөйт, а? Yo'q, bu mana hozir sizga aytaman. 4 ta tsveti bor. Bu tabiiy o'zi tog'ni toshidan o'sha tsvetlarda, o'sha rangda. Bu o'zining original svetidan, ha? Mono korejniy, mono ranglar bularga kraska qo'shiladi. Bular mono oqlar
o'zini o'sha tabiiy nimasida bular hech qanaqa rangida tsvet bunalar o'chmaydi. o'zini o'sha toshdan o'zini sevadi ekan. O'sha chiqqan bo'ydog'i mana shuni o'sha bo'ydan qatiribdir. Ana qolgan bunalar bularga o'sha kraska qo'shibdir. Bular günga kuybaydi, misali o'tqa uncha kuybaysa kerak, Yo'q, buni biz oldingi videolarimizda ko'rishsa ham bo'ladi. O'zi O'zbekistondagi bloger bolalarga qo'yganmiz. Buni ustiga o'sha gazolinni suvini quyib, yoqib ko'rgan nimalarimiz ham bor. Buni ustidan hech qanaqa yonish holati bo'lmaydi. Kim yoqdan keladi bu yoqdanmi? Bismillah deb. Tuğanlar ko'ringizlar, yaxshi ko'ngil bo'lib ko'ringizlar. Biznes başlayayım degenlerge. Уже bizde sezon başlandı. Cihaz gelip. Oho maşallah. Şu yerde bulaqaları özleri жасайды ekan. Mınау жасалатқан чал o'xshaydi ha? Bular mana stigi как положено keladi o'zi. Bir-birine qatқан yerlerden ha? Bu основание birinchi qatorni уровеньga qo'yib olsa, tepasi o'ziga o'zi как plitka yopishtirganda yopishtirib, montajni penaga yopishtirsa ham bo'ladi, plitchni kilega yopishtirsa ham bo'ladi. Buni shlaka blok, pena blok, pishgan g'ish shu devorlarga yopishtirib, shtukaturkani ustidan ham ketaveradi. Sразу, ha? Misol uchun 5-6 yil oldin shtukaturka qilib qo'ygan bo'lsa, ustidan yopishtirsa bo'ladi. Aslında birinchi qatarın şu uruğunga qo'yib olsangizlar, qolgani o'zi uruğidan ketaveradigan tuğanlar. Mana ishlab chiqarishimiz shu holatda chiqadi. Adangizlar, polvonlar. Oho. Vaqtilaganda tayyor ha? Ha, nega? Qo'yilib o'tqanda. Уже buni olib chiqqan ekanda, ha? Maşallah. Şu kraskani aytdingizmi? Shu o'zining nimasi deb, sveti deb? Bu o'sha o'zining tabiiy sveti, tabiiy rang. O'sha tosh o'zining original sveti ekan. Bu tosh hamma joyda bor, Qirg'izistonda ham bemalol ko'p. Buni ichidagi hamma o'sha ximikatlar nima qo'shiladi, nimasi yo'q. Nima qo'shilgan bo'lsa, bordigi bor, ha? Hammasi bor. Bayga kelgan nimalarga, xaridorlarga o'zimiz polностью o'rgatib, borib ishni boshlaydigan darajada qilib beramiz. Tayyorlab, komplekt. Tayyor qilib, hamma yo'g'ini shuni borib bismillah deb ishni boshlaydigan. O'ta so'nin. Bunau mazaganda shulla. Sürü çıkarırsın. Bir adam ana su şurkada bor. Ha, bu жаққа chiqqanın shulkaga joyi o'tadi. Su shulkaga qo'yib quritamiz. Ha, undaka. Bu sokolga qilinadigan nimalari. Buni har xil razmerda bor. Например, mononi katta, kichik, Ha, nimalar dedinga? Har xil razmerida bor. Versachilarimiz bor, har xil razmerda bor. Bayda o'sha komplekt ichida buni nimalarni ham beriladi. Ushul, buna qancha buna bir emesi? Bir ushtugi ushul. Mana bir ushtugi bizda O'zbekiston bo'yicha 90 ming so'mdan 3 santimetrlik, 110 ming so'mdan 5 santimetrligi O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bor. Dastavkasi bekar, ha? Bekar. 90 ming so'm dedi, sum dedingiz, ha? Sum. Azna bizga chiqaralchi. Tak. Bizga aqcha примерно. Bizning aqchaga ushul 600 so'm tegeragi bo'layotgan, mana ushul bir ushtugi. Yo'q, bu bir ushtugi bo'lmaydi. Buni hozir bu 1 kvadrat chiqmaydi. Ha, 1 kvadrat chiqmaydi, ha? Xo'p, ikkitasi 1 kvadrat oshiqroq bo'ladi. Ikkitasi 1,5 kvadrat. Bu 1 kvadrat chiqmaydi. Tushundim. Kvadrati o'sha puldan tushadi. 1 kvadrati sizdan pulingizga 90 ming so'm, bizning aqchaga olsa 600 so'm tegeragi tushayotgan tuğanlar. Ha, men bir ushtugi o'tmayman. Ha, yaxshi. Bu jaqa uje joyib tayyorlab qo'yibdir. Bu qancha kunda qurib qoladi? Chiqqandan keyin, misol bilan chiqdi-ku. 3 kunda moshniy bo'lib qotadi. Nolar hech bunday tushib qolmaydi, nolari? Yo'q. Bu hozir ho'l holati, qurilgandan keyin bemalol uje bunalar qurib qoldi bu dema? Qurigan. Oho. Suv shulkada quriyapti sekin. Tashlay qatib qoldi uje.
Так, endi bul jakka chiqib ағаларды іште алтады. Бұлардың ар қандай светтері бар екен, мына ошоған тағы ойма чийимелери башкача Bu o'sha фасадтары бар екен. nimalari bor. Bu haligi derazalarni, nimalarni, romlarni, eshiklarni oldiga qo'yvorsa bo'ladi. Buni kesib kelgan nimalarga, xaridorlarga polni o'rgatamiz uni. Мына ол ушул пенеплекстле сыртынан, пескоблоктун сыртынан эле ушуну чаптап койгон убак экен туугандар. Мына көрүңүздөрчү. Эми бул эми жөн гана мындай эле жабыштырып койгон, өзүңүздөр алсаңыздар, ушул аппаратын алып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Өзүңүздөр ишти баштасаңыздар өтө жакшы болот. Бул жакта уже мына туугандар. Мына ушундай кылып Bizda mana bu yoqda yana penoblok apparatlari bor. Penoblok apparatlari полный komplekt. пенеблок. Ichida hamma narsasi bilan bor sotuvda, bularni ham xudo xohlasa qilib beramiz. Baga kelib qaysi biriga qiziqqan odam bo'lsa, shu yo'nalishni o'rgatib, polностью hammasini tushuntirib o'rgatib qo'yamiz. Пенеблок, анан атын эле? Termopanel. Термопанелдердин аппараттарын өзүңүздөр ушул жерге келип үйрөнсөңүздөр болот. Булардын эми баасы айтылабы пулу? Bahosi nargini bir komplekt, hamma narsasi, termopanelli bir komplekt apparati. O'sha hamma narsasi bor. Boradi uyga, bismillah deb boshlash darajasida. Hamma yo'g'i bilan $1000 o'rgatib qo'yishi bilan. Faqat Qirg'izistonga dastavkamiz O'zbekiston chegarasigacha, neytralgacha dastavka bor. Xohlasa, через kargo chiqarib berishimiz mumkin. $1000 өзүңүздөр дагы ошо келип, ошо чыккан жерине келип өзүңүздөр үйрөнүп кетесиздер буйруса. Уже мыналар сатылганбы дейм, а? Bular sotilgan, bu Toshkentniki tayyor, mana masalliqlari bilan, polностью hamma loyi bilan borib o'rnatadi, ustalar уже urishni boshlaydi. Bu zamaskalari o'sha stiklarda ochilib qo'ygan joyda. Zamaskalari bilan polni beriladi. Bu Toshkentniki, уже bular tayyor ekan. Vohaniki bor bayda. Qashqadaryoga. Qashqadaryo. Bayda vodiyga o'zimizda. Vodiyga. Tayyor bu. Өтө жакшы. Бисмилла. Туугандар, ушул газоблок менен пеноблоктун чыккан жерлери. Азака өз дагы маалымат берет буйрса азака. Наул. Bu газоблок. Газоблоктун калыптары экен, а? Bu ham газоблокка, ham penoblokka ketadi. Наул deң, а? Bu ham gazoblok, ham penoblok. Mana chiqqan gazobloklar. Buni reskasi, bu gazoblokning reskasi bu qolipda bo'ladigan bo'lsa, buni mishalkasi, mishalkalari, suv ustadigani, suv usta turgan. Mana shu bir komplekt nima bo'ladi? Shular cho'q ketadi agar kim qiziqqan bo'lsa, olgan bo'lsa. Bu qancha 220 mingdan ishlaydi, to'qqa? 220 ga ishlaydi. 220 ga ishlaydi. Bu yoqda penoblok apparatlari. Bu yog'i penoblokning apparatlari, ha? Legoligi bu, Lego ustiga bir-biriga kiyiladi, Legoligi. Yarmi nima перегородка, yarmi nimasi bor. Обычный. Bu ham bir komplekt. Buna ol, bunday olib bo'layotgan deng, ha? Bu mana mashg'ulotda uyga o'tib songan bu. Latok, tumba, apalovka shart emas, shunday beton quyiladi. Tumbasi, tumbani shunday olib turib qo'yib qo'yasizlar, armaturani to'qib turib. Al endi bu eng ustundagi sespen poyez qo'yganға mына tumbalar o'ta ыңгайлуу ekan. Apalkan ofim kerak yo'q ekan-da? Apalovka kerak emas. Endi narxlariga keladigan bo'lsak, shu neytralkagacha dastavkamiz bor. Neytralka O'zbekiston tamo'jnasidan chiqarib dastavkasi bor. $1,500 Bundalardık, ha? Gazoblok. Gazoblokdiki. Penoblokdiki $900 neytralkagacha olib borib beramiz. Xudo xohlasa sizni kanalingizdan ko'rdik, mana shunaqa deb chiqsa, stupkasi albatta bor. O'ta so'nim buyursa. Tuğanlar, жазыңыздар ушул байкежиден көрдүм деп жазсаңыздар, бул агалары өздөрү полный ким кызыкса, ушул жерге келип өзүңүздөр жатып, үйрөнүп,
kessеңиздер өтө сонун болот. Жатаканасы, тамак ашы бардыгы бекер дейт. Ким кызыкса ушул бизнести баштайм дегендерге өтө шарт экен туугандар. Видеобузду жыйынтыктайбызбы? Мыналары булар бөлөкпү? Bu sokol nimaga? Bu ham fasadli plita. Hammasi buni o'rganamiz desa, bularni ham hamma nimasini o'rgatib. Termofanerdikin $1000 dediniz ha? Termopaner $1000 neytralkagacha. Kelib o'rganib, to'g'ri hammasi. Öte sonun. Жақшы, Allah razı olsun. İşinizlerge iyilikte kalayız buyursa. Onda biz videomuzu жыйынтыктайлы. Gördüğünüzler tuğanlar, çalыңыздар номерин buyursa ekranға жазабыз. Өзүңүздөр дагы ушу WhatsApp'tan сүйлөшүп көрүңүздөр. Allah razı olsun bardыңыздардан.